Bizga navbatdagi murojaat Olis Nurobod tumani aholisidan kelib tushdi. Unda aytilishicha, огород qilolmaymiz, hech narsa ekolmaymiz. Ichimlik suvini ham ancha uzoqdan olib kelamiz ichishga. Har qancha vaqtda borib olib kelasiz suvni? Qancha miqdorda olib kelasiz? Ha shu mana bu ikkita paqirga olib kelamizda har kuni. 5-6 marta qatnaymizda. Hozir suv bo'lmayotgan bo'lsa, qanday qilib suv ichyapsizlar? Sotib olyapmiz ayla bochka mana suvimiz yonimizda sotib olyapmiz bochkasini. Avtomat mashinalarimiz turibdi. Ballarni kirini yuvolmaydi. Kelinlar bu mahallaga qachon suv keladi? Bu yerda Amandora mahallasi Chunqay Mushot azaldan chashma buloqlardan foydalanib kelgan. Hali ham bor chashma buloqlar. Asosan chashma buloqlardan ichib keladi. Chashma buloqlar eng toza suv o'zi. Buni relifda territoriyani o'rganib ko'rib chiqib, buloqlarni tekshirib chiqib, qancha suv beradi, qanday suv beradi ko'rib o'rganib chiqib, keyin bir xulosaga aytish mumkin. Hozir biz uni taklif kiritamiz. Bu yil taklif berilsa, 2027-yilga nima qilinadi? Ko'rib chiqiladi. Bu manzildan ham va'dani oldik. Aytilgan muddat kelishi bilan menlar albatta mavzuga yana qaytadi. Charos Yo'ldosheva, Shukur Tursunqulov, Samarqand.